$2000-3000 kiyimni kiysam va bu kiyim menga hech qanday zavq bermasa, men bundan rohatlanmasam va bu kiyimni men birovlarga ko'rsatish uchun olib kiysam, unda men zo'riga loyiqman degan dasturdan kelib chiqib qilinmayapti bu harakat. Bu harakat odamlar meni tan olsin degan dasturidan chiqib kelyapti. Ya'ni ko'rsin meni kimligimni. Ko'rib qo'yishsin. Men shu narsani kiya olishimni, men shu narsani qila olishimni. Bu yerda uje tan olinmagan go'dak obrazi bo'ladi. Tan olinmagan, meni tan olinglar. Meni tan olinglar. Chunki men shunaqa boylarni taniyman, yirtiq-chirtiq kiyimlarda yuraveradi. Men tushunmas edim, shuncha puli bor, shuncha narsasi bor, nega bu bunday yuribdi derdim bir vaqtlar boshida. Keyin tushunib yetdimki, gaplashganimda, maslahatlashganimda men nimani tushunib yetdim? Ularda men loyiqman degan dasturini tagida men $10,000 ga ko'ylak sotib olaman yoki $100,000 ga mashina sotib olaman turmaydi. Men zo'riga loyiqman deganda tagida komfort turadi. Mening komfortim. Tushunyapsizmi? Va agarda siz Louboutin firmasini $3000 tuflisini kiying, u sizni oyog'ingizni qissa, sen shunga loyiqmisan? Yara bosib yotgan oyoqqa loyiqmisan? Dedi ong. Sifatsiz mahsulotni kiysangiz ham ong aytadi, sen shunga loyiqmisan deydi. Sifatli narsa kiyish kerak, lekin insonni o'zi uchun komfortni yaratadigan, uni sog'lig'i uchun foydani yaratadigan narsani kiyish kerak. Masalan, men samolyotda faqat biznes klassda uchaman. Nima uchun? Mani ko'rib qo'yinglar, men biznesda uchaman deyish uchun emas. Men juda ko'p uchardim, hatto videoga olmasdim-da buni. Keyin Munisa aytardi, "Taliyappa, ko'rsatmaysiz odamlarga mana shu narsalarni" derdi. Men aytardim, "Men odamlar uchun qilmayapman-ku buni. O'zim uchun qilyapman, chunki 5,5 soat, 6 soat uchish. Men yotib ketgim keladi samolyotda, o'tirib emas. Men yotib ketgim keladi. Men hali plastmasali qoshiqlarda ovqat emas, chinni posudada ovqat yegim keladi, xuddi uyimda yegandek. Shunday ekan, bu men loyiqman, meni ko'ringlar emas. Bu men loyiqman, men o'zimni yaxshi his qilyapman. Mana bu bo'ladi asl men loyiqman.